Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Qalbdan qalbga namlıq programımızın 17. sanını görüşünlerini qarşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli görürmenlerimiz her günü bu saatte huzurunladı buluvatkan programımız xilma mavzular bilen devam kılıvatıdı. Mana haşbeşti geçer Ramazan'ın ikinci yeriminin muahırıga kep kaldık. Elbette qançilik tiz ütüp ketkenligine hemmimiz his qılğan bolsak gerek. Bu mübarek aylarning minutlari, kunlari xuddi tünügün kirgandek mana shu ahirlash oldida turadi. Allah subhanahu va taala bu kechiringlar. Bu mübarek aydan günahlarımız kechirilgan, mag'firat qilingan şekilde chiqib ketishimizga muyassar qilsin deb tilaymiz Rabbimizdan. Bugungi temamiz, tünügümüz, e'lonimizda bergandek qachon g'alaba qilamiz degan tema to'xtalganligimizni e'lon bergan tuqamdi. Albatta balkim dünya yüzüde, yer yüzüde dünyanın nurg'un yerlarida musulmonlar har xil musibatlar, har xil zulmlarga uchrayotgan millatlar, musulmonlar bor albatta. Lekin menimcha bugun yer yüzüde eng vahshiy qatliamga uchrayotgan, insan ko'migan xilma-xil turdagi bostirishga, zulmga uchrayotgan Uyg'ur millatidek bizdek bir xalq oz bo'lsa kerak deb qarayman shaxsan. Bizdek bir xalqning albatta g'albiga bo'lgan intizorligimiz, g'albiga bo'lgan Allohning nusratiga bo'lgan tashnoligimiz kun sari yillardan buyon biz buni kutyapmiz. Va Rabbimdan Allah subhanahu va taoladan buni tilovatimiz shuningga kuchli amal qilishga ham millatimizni davomli xilma-xil shaklda, xilma-xil so'rovlarda chaqiryapmiz. Shunga bugun Ramazonning 17-kunida nimishqa bu qachon g'alaba qilamiz degan programmani o'rinlashtirishimizdagi sababmi? Chunki islomdagi Badr g'azotdan iborat bu jangninki musulmonlar bilan kofirlar o'rtasida bo'lgan. Mushu Ramazonning 17-kunda bo'lganligi uchun bu kunni biz nurg'un bugungi kungacha o'tkazgan programmalarimizda ustozlar bilan so'zlab keldik. Ramazonning faqat musulmonlar nurg'un ishlaridan qolib qoldigan, yuvashlab qoldigan bir oy emas, balki tariximizdan buyon musulmonlarning hayotida nurg'un dunyoning iqishini o'zgartib o'tgan voqealiklar, bütün kafirlarni yer ishlatgan diniy g'albalar dal mush Ramazonda musulmonlar Ramazon tutib, ro'za tutgan holatida yuz bergan. Makkaning fathisida deyilmaslangan. Ramazonning 20-kuni. Hijriyaning 8-yili. Va masalan bugungi İspaniyaning shu Tariq ibn Ziyod tarafidan İspaniyaning fathi qilinishi, ya'ni shu Ramazon oyida, Ramazonning 29-kuni deymiz ustoz. 28 yoki 29. Bu kunda fathi qilindi. Bugun Falastin ta bizdan 1 yil bugungi eng oxirgi ishg'olini desak, 48-yil ishg'ol qildi Yahudiylar. Bu Falastin hozirgacha bizga o'xshash ishg'ol. Qudusdan iborat, Baytul Muqaddasdan iborat bu mübarek şehir Salahiddin Ayyubi'ninki qo'mondonligida yana shu Ramazon oyida fathi bo'ldi. O'ylab boqaylik, yani sanab kelsak o'nlig'ini sanaymiz. Rasulullohning vaqtidagi bo'lgan urushlar, uning keyindan islom tarixida nini g'albalar mana shu ulug' Ramazonda yuz berdi, Alloh ato qildi. Shuning uchun bugun 17-sonimizni qachon g'alaba qilamiz degan temada o'rlashtirdik. Allah subhanahu va taala albatta tilkimiz, arzuyimiz bu ko'rayotgan zulmlarimizdan 1 minut bo'lsa-mu baldur qutulib nusratga, Allohning nusratiga loyiq bo'lib shu nusratga erishishni orzu qilamiz. Bu har kunki shuning uchun duolarimizda, tilaklarimizda bu muborak kunlarda ko'p duo qilishni davomli so'zlab kelyapmiz. Inshaalloh Alloh bunga yetkazar. Bugungi aziz mehmonimiz, hurmatli qarindoshlar, Sharq-Turkiston Ulamolar birligi a'zosi ustozimiz Abdulahad Hofizni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun ko'p rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun.
Qadrli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık tarih kılıvatıdı. Ekran aldı çıkıp duratkan numarımız ve ictimai fikir vasıtadaki alaqı vasıtlarımız arkalık programımızga alaqadar her qandaq fikir teklif bolsa berişinglarni, suallarыңlar bolsa soruşinglarni ümit qilamiz. Şundaqla köplegen qarindaşlarımızın paydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta kirishdi, men hali gap qildim. Bevosita programmamizga kirib ketsak ustoz, oldi bilan g'alaba degan nima degan bu savol bilan boshlaylik. Xo'sh, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Endi bu Ramazan g'alaba oyi. Özür degandek köplegen Müslümanlarınki qo'lga keltirgan g'alabasi mushu ulug' Ramazonda bo'lgan. Alloh taoloning rahmati bilan. Bugün aldı bilen bunun kirişten burun biz Ramazan'ın oyatısına yaptığımız Allah Teala'ga bu ulug' kunlarga bizni eriştirganligi ve bu ulug' kunlarni ro'za bilan, ibodatlar bilan, duolar bilan o'tkazgili nisb qilganlik uchun Alloh taologa cheksiz hamd sana shukrimizni aytamiz. Bundan keyingi qolib qolgan kunlarni yine öz layıkıda amel ibadet bilen ötküzüp Allah Teala'nın rahmetine erişken dozaktan azat kılıngan kişiler bulup bu Ramazan'ı ahırlaştırışkı muvaffak kılışını tileyimiz. Amin. Hamda galiba degen neme degen sualga kelsek biz bazı g'alaba degan hamda bizning maqsadimiz degan gap va maqsadimizga yetish hamda. Maqsad har xil bo'ladi. Bizga o'xshash sizlar yaxshi deb o'tla. Dunyoda eng og'ir zulm, eng og'ir irqiy qirg'inchilik, o tasvirlab o'g'il bo'lmaydigan qiyinchiliklarga uchrayotgan biz uchun g'alaba shundan qutulish bo'ladi endi. Vatanimizni azat qilib, öz yurtimizda öz yurtimizni özümüz sorgan Allah Teala'nınki dinini aşağıda hakim kılgan Allah Teala'nınki dininki şeriatı aslında yaşaydıgan bir hakimiyet aslında yaşaş erişken vaktimizde galiba gam olmaz endi. Lekin hamda bu ulug'vor g'alaba anda bugun ati kelmaydi endi. To'la vaqtida inson ojizlik qilib, aldirab qolamiz. Aşağı şu hazır g'alabaninki eng oxirgi g'oyasi shu vatanni ozod qilish bo'lsa, şu hazır bizning vaqtimizda bo'lsa bo'ladi. Biz shunga erishsak bo'ladi deb shunga nima qilib qolamiz endi. Onun uchun g'alaba degan nima deganini bilishimiz kerak bo'lib qoldi endi. Xo'sh. Chunki bunday aldirab qolgan vaqtimizda bizga ikki xatar bor. Birinchi aldiraqsallik qilib ba'zi ishlarni xato saltqa chiqadi. İştiganni tegidan tortib puxta maqmasa, yuqoriga chiqqan chog'da o'lib ketgan ish chiqadi. Shuning uchun agar biz shu darhol g'alabaga erishsak bo'ladi degan deb nima qilsak, o chog'da shunday aldirab ba'zi ishlarni joyida qilmay, bugun qilishga ishlar o'tab ketib, atqatqa ishni qilib saltgan bir xatar uchraymiz. İkinci bir çoğun xatar umitsizlikka olib bordi bizni. Bugun ati erishiman deb erishamagandan keyin, bu ish bo'lmayotgan, bizning qo'limizdan kelmayotgan, biz qilolmaymizkan deb umitsizlanib buni olib bordi. Umitsizlik islomda haram. Allah Teala ve la teyasu min ravhillah deb buyurgan. Allah'ın rahmetinden ümit üzmanglar deb. Her qancha shunda nimada bo'lsaqmi, cho'qim
g'alaba qilamiz. Bu ishonch bilan deb buni ishonch qilishimiz kerak. Umidsizlanmasligimiz kerak. Dushmanning kuchliligidan, dunyoning bizga yuz o'rganligidan, o'zimizning ojizligiga qarab, bundan nima qilsak, umidsizlansak bo'lmaydi. Shuning uchun bizga nisbatan hozir g'alaba yoki g'alabaga erishtiradigan sabablarning hech birini qilmay turib g'alabani kutishmi? Ona hamda quruq bir nima bo'ladi. Onun uchun bizning uchun g'alaba nima endi? Desa, biz hammamiz Sharq Turkistonlik mushu zulmni ko'rgan, mushu zulmni tatiyotgan kishilar bo'lib, biz har birimiz mushu vatanninki ozodligi, mushu zulmdan qutulish uchun qo'limizdan nima kelsa shuni qilish kerak. Xo'sh. Hayotimizni oxirigacha onu to'xtab qolishga bo'lmaydi. Ümidsizlik bo'lmaydi. Mening qo'lim bir ish kelmaydi, deyishga bo'lmaydi. Bir satr binasi yozishga kuchimiz yetsa onu qilishimiz kerak. Bir eg'iz binasi so'zlash kuchimiz yetsa onu qilishimiz kerak. En azından. Hech nimaga kuchimiz yetmasa kecha kunduz Alloh taologa duo qilishimiz kerak. Mushu cho'ng hamdi. Kichiga misol mushu qandaqlam ish bizningki qo'limizdan keladigan, mushu oxirgi g'alabaga erishish uchun shuni joyida qila olsak, shu g'alaba. To'g'ri. Bununla masalan Suriyasında Allah Teala bizge bir kıssını bayan kıldı. Bir yüzüge 3 tane peygamberini ayettikteydi. Ula davet kıldı, davetini kılgandı ki ona karşı çıkıp onun davetini kabul kılmaydı. Şundan ki veca'a raculun min aksal Medine dedi. O şehrin en jirak bir yerden bir kişi gelip bu peygamberlik iman keltiringlar, biz bunu sizlarga haq yo'lga da'vat qilyotdi deb o'zining qavmiga nasihat qildi. Nasihat qilgandan keyin ondan keyin o'zining musulmon bo'lganligini e'lon qildi. Men musulmon bo'ldim, men sizlarga tavba deb qavmi uni o'ltirdi. Hamda Alloh taolo shu kishini g'alaba qildi deb bizga bayon qildi. O'lib ketgan, dunyo ko'zida o'lib ketgan bo'lsa-mu, haq ustida turib, payg'ambarlarga yordam qilaman deb, bu dinni yetkazaman deb shu yo'lda. Demak, ya'ni g'alaba qilish degan, biz shu yetmoqchi bo'lgan g'oyada, mustahkam haqiqiy g'oyada mustahkam turib, shu g'oya yo'lida harakat qilib, shu g'oya yo'lida o'lish. Hakikaten yani. Biz yetenmesek mi? Şunda kılsak hammamiz bizden keyin onu devamlaştırıp yeteceğiz. Elbette. Hamza radıyallahu anhu beni köymedi. Müslümanlığını kandak galiba kılgan, düşmanlığına nime kılganını nimede Uhud uruşuda şehitler gitti mesela. Ama o galba kılgıçlarının tizimlikinde değil mi? Galba kılgıçlarının katardan bol. Onun galbisi kıyametçi. Elbette. Aşunun ki can berginin sebebiyle o din bize kaçı geldi. Elbette. Biz mi şu galbini muşunda düşünsek, onun için her bir vatandaş, her bir puhra, Şarkı Türkistanlık olan bunu his kılıp, muşu yolda hareket kılsak, onda o çağda Allah Teala'nın galbisi yakın inşallah. Hakikaten bak güzel düşündürüp hala. Dünya insançılık noktamızdan yani bu galbini çoğun bir nasıl erişsek ya közlügen nasımızı yetsek şulam galbe ama ondan mahrum kalsak erişemesek xuddi mağlup bolgandek düşünüp aldığan bu illet hakikaten demek ki şu bir söz var oğlum. Sefer bizden, sefer Allah'tan. Kıyamet günü Allah Subhanahu Teala bizden nimişki galbe kılmadın, nimiş kılmasan da onu sormaydı da. Sen g'alaba qilish uchun erishmoqchi bo'lgan shu nishonga nima uchun sababni qilib mangmiding deydi. Biz buningga mas'ul. Yetolmay qoldikmi bu siz degandek yuqoridagi yo'lda
Her xil musibatlarga uchradik. Lekin ash yo'lda, haq yo'lda bo'lgan bo'lsak, biz aminatda g'alaba qiluvchilar degan gapdan bu. Alloh subhanahu va taoloning haqiqatan rahmatining kattaligidan birsida bu hamda. Hamda g'albining shartlari qaysilar degan kelsak, yoki g'albaga erishish uchun nimalarni qilishimiz kerak biz? Eng muhimi o'shanda biz saydagandek bizning üstümüzge tushgan mas'uliyat ado qilishga tegishli. Shuni ado qilsak, Alloh taolo chuqur g'alaba beradi. Bundan ham da qisqa men buyoqqa narsani yozgandim. Endi vaqtimizmi qisqa bo'lganligi uchun ben tez nima qilay. Birinchisi, birinchi og'riq his qilib chora izlash. Biz hozir da'vatimiz mana haqiqat shuncha dunyo bo'yicha hech kim ko'rmagan zulmni ko'ryapmiz, lekin xalqimizning ko'plari uyg'onmaganlar bor sizlar. Og'riq his qilmoqlik. Nima og'riq his qilmoqlik deysan desalar, bir yerimiz og'rib qolsa, onu bir aram bulab, onu saqaytish uchun doktora boramiz. Xo'sh. Ana shu millatimizningki, ota-onamizning, urug' tuqqanligimizning aşağıda qandaq zulmni qilganligini bizmi chet elda bo'lgan bilan bir rahat yashab ketganimiz yo'q. Bizning yuragimiz g'azabni ichida necha 5 yil oldu, 6 yil oldu yani ota-onalar bilan urug' tuqqanlar hech kim ko'risholmaydi, hayotmi yo'qmi hech kim bilmaydi masalan. Shuni yashab turib endi Muşuna çın kalbimizden, çın yüreğimizden açık yani dert, bir elem his kılsak, tamakka gelip kapsak iştahımız kaçsa, yastıkla beşimizi koysak uykumuz kaçsa, anladın ki bununki çaresini izleyimiz, onun çaresine ne gerek olsa şunu kılımız hem de. Şunun için birinci bu. His qilish. His qilish. Og'riqni his qilishimiz kerak. Bu zulmni qalbimizda bir aram bo'lishimiz kerak. Ikkinchisi ham de bu qarindoshlikni mustahkamlash lozim. Birlik bo'lmasa, ittifoqlik bo'lmasa, o g'alabaga yetkil bo'lmaydi. Yani biz chet eldagi Sharq Turkistonliklar bo'lish Muşu zulümünü köygen, vatandakilerine hem de midilletkan hali kalmadı. Muşu yolda hareket kılalaytkanlar biz boğan ikemiz. Hem de her kim dedik ya özü nimiş kılalı şunu kılış gerek. Şu kılgan oldu biz hareketini kıldı, biz siyasi hareket kıldı, biz dini hareket kıldı, biz cihadi hareket kıldı. Hepsi lazım hem de. Evet. Ama bunun da qarindoshligimiz mustahkam bo'lishi lazım. Birisi-birisimizni ayıplaydigan, birisi-birisimizni qilgan ishni yaratmaydigan, birisi-birisinin qilgan ishiga oldini to'sadigan, sizning qilgan ishlarni men yaratmasam, men o'zim kuchli bir ish qilish kerak yani. Sen nima ish qilasan? Sen hech nima qilmay turib qandaq bir ish qilsa, şunu tanqidlaydigan, şunu ayıplaydigan, şunu arkasını gap tapadigan, şunu tushirishni xohlaydigan bunda bo'lib qoldik biz millat. Bu illatni yo'qotmasak bizga nima ta'sir? Xo'sh. G'alaba qilishga ko'z yetmaydi. Şu Alloh taolo innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum deydi. Yani müminler haqiqiy qarindosh bo'lgan ekan, birbirimizden arasını ıslah kılış gerek. Şunda hata olap kalsa, hata düşünüp kalsa. Onun için halis niyetlik oluş lazım. İhlas bilen iş kılış lazım. Kılgan işimizni benim ismim çıksa olattı, benim namımdı bolsa olattı degen emas. Fakat ben muşu yolda, muşu vatanımın azatlık yolunda, benim kulağım muşu iş kildiken, muşunu kılay, Allah Teala muşunu gördü, Allah Teala kabul kıldı, muşu yolda bir kadem, bir kirpiçlerimiz var mı bir kirpiç olsun. Başkalar onu üstüne koyup devam kılsın. Hoş. Benim ismim çıkmasın meyle, beni hiç kim bilmesin meyle, kılgan hizmetimni takdirlemesin meyle. Diyen ihlasıyla olsa,
anadaki işini devamlaştıralayımız. Bulmasa ondan hap olap, bundan hap olap, benim etim ne etim, benim ismim çıkmadı da bunda. Ondan keyin hem de dördüncüsü ilmine kattık ehemmiyet veriş lazım. Her sahada özümüzü yetiştirişimiz gerek. Bu ilim desek sadece dini Kur'an okuş, tefsir okuş emas. Bu fen texniki öğrenişmi, Kur'an'ın tefsirini okşaş ilim. Hoş. Ben bunun aldığındaki başka program oldu mu diyen bu aslının vasıtaları bilen bu istiqlaldı mı dey. İslam'da dini ilim, fenni ilim yakın gap yok. Onu biz özümüz ayında çıkarıp algan. İnsanğa paydalık, menfaatlik ilimnin hemmesi dini ilim. Matematika dini ilim, kimya dini ilim, meditsina dini ilim, fizika dini ilim. Mesela aşını öğrengen vaxtida ben şu arkalık halkımga, milletimga, Müslümanlar hizmet kılman diyen bu güzel gayi niyetlerle kılsan hemmesi emniyette Allah rahmet kıldıgan şu talibul ilimlerinin katarında. Niyet Allah'ın razılık erişiş olsa hemmesi dini ilim, hemmesi öğrenişki tegişlik ilim. Biz hem de bu doğruluk vakit yok. Muşu hazırkı Müslümanlar, 50 neçe devlet, Müslüman devleti bulap turup, muşu kafir devletlerinin ki aslında aşında kolunu işkem etkan bulap kılışının sebeplerden biri muşu ilimini taşlap etiş. Fizika bizge Kur'an'ın ayetini tefsir kıldı. Matematika bizge Kur'an'ın ayetini tefsir kıldı. Felak ilmi bizge Kur'an'ın ayetini tefsir kıldı. Yer astı katlamlarının ilmi bizge Kur'an'ın ayetini tefsir kıldı. Ondan keyin Allah Taala gün insanların okutkuçuları bolgan Müslümanlar sil degendek bunun sal qarğanlıqdan sal qarab ilimni ichkiga arib qo'yib aniga savab qilib aniga savab qilmaydi. Ondan keyin qaysi ilmda aqid qalsak, shu ilmni boshqalarga qul bo'lamiz endi. Xo'sh. Shu ilmni shuni qilmoqchi. So'ng Alloh Taala va a'addu lahum mastata'tum min quwwa deydi. Quvvat, bu yerdagi quvvat iman kuchi, ilim kuchi, qurol kuchi, tashviqot kuchi, hamma butun kuchni ichiga oldi. Düşmenin qaysi kuchi bilan qilgan bo'lsa, shuning qarisida sanmi? Shu kuchlarning hammani o'zimizda to'plash uchun ilm kerak. Xo'sh. Ilmsiz bo'lmaydi. Onun uchun biz ilmga ahamiyat verishimiz lazım. Yoshlarimizni bu yo'lda her sahada yetiştirishimiz lazım. Allah'ını tanıytkan, halal haramını biletkan ama öze ayrıplan haydaydıganlık için, öze incinir, öze o işlerini kılalaytkan adamlar buluş lazım. Beşincisi, milli menfaat, milli degenim hem de özümüzdeki vatan için kıldıgan cihat hizmet dedik hem de. Bu menfaatini, şahsi menfaatin üstün koyaş lazım. Cemaat menfaatinden üstün koyaş lazım. Ama cemaat bulup yaşaydı insanlar. O grup, bu grupta, biz grup değiller ama Türkiye'de bir cemaat bulup yaşaydı hem de. Grupun menfaatinden umumi vatanın menfaatini birinci önde koyaş lazım. Bazı vaxtıda şahsi menfaatini ya grubun bir menfaatini vatanın umumi menfaati için pida kılışka doğru keledi. Bu çağda hazırgısı bizde görülüp atkan iş umumi menfaatini mağanın için pida kılmız endi. Bunu nime kılmasak, öğrenmesek bu nime bulmaydı. Altıncısı pidakarlık. Kol kesmegiçe kan çıkmaydı. Bedel tölmegiçe onu yetkili bulmaydı, gaye yetkili bulmaydı. Onun için kattık pidakar oluşumuz lazım. Kolumuzdan kiltka vaktimiz gerek olsa vaktimizni harcaş, iktisadımız gerek olsa kolumuzdan kiltka iktisadımızı harcaş, gücümüz gerek olsa gücümüzü harcaş. Kim aşınınktan kazını kılalasa, gücü adam gücünü çıkardı. Vakti adam vaktini çıkardı. Ticaretçilik pulusunu çıkardı. Hemmimiz şu bir yolda müşündak mağalasak, fedakar bulalasak, inşallah Allah Teala'nın kalbisi. Bir şey ben şu nasıl isimge keldi ustadmış. Kulumuzdan kelgençe diyen
qo'limizdan kelgancha qilishimiz kerak yoki qo'limizdan kelgancha qilyapmiz degan so'znimi har bir musulmon shuni bilishi kerak-ku asli. Bu Alloh subhanahu va taolo har bir inson o'zi bilan Allohning o'ttirisida sirlarni, butun sirlarimizni bilib turadi. Boydan so'rasangiz, siyosatchidan so'rasangiz, hammamiz qo'limizdan kelgan narsa qilyapmiz, u bu deb deydi. Lekin o qiyomat kuni oshkorlandi. Bir insonningki 100 gramlik narsaga qo'ldan keladigan qobiliyati turib 50 gramni chiqargan bo'lsa, u Alloh yo'lida bir ishni qilgan bo'lsa-mu, chuqum u ado qilgan inson emas u aslida. Qo'ldan kelganini qilmagan bo'ldi. Qo'ldan kelganini qilmagan inson, ha qancha qo'limdan kelganini qilim deb turasizmi? 100 gramlik qobiliyati bor bir inson 100 gramni chiqarmasa ado qilgan bo'lmaydi aslida. Buni butun soharimizga yeyishimiz kerak-da aslida. Shunga qo'limdan kelgan ish qilyapman degan vaqtida to'xtab tur. Mening qo'limdan aslida qanchalik keladi, qanchalikni qilyapman deganni so'rashimiz kerak aslida. Buni yaxshi bir nima qillar. Allah Teala la yukellifullahu nefsen illa vus'aha deydi ya. Allah Teala kişinin gücü yetmedi kaçka buyurmaydı degani ma'nosi kuchi yetdi kaçka buyuruydi degan bo'ldi. Xo'sh. Seninki kuching yetishga ishda mas'ulsan. Albatta. Sil degandek qanchalik ishga kuchi yetsa, shuni to'liq ado qilmasa, men qilyapman degan bo'lmaydi. O ishni ado qilgan bo'lmaydi. Ondan keyin hamda başlama dedik, Allah Teala'nınki nusratiga, yordamiga qat'iy ishonch qilish lozim. Xo'sh. İşiniş başka, ishonch qilish boshqa. Ishonish hamda Allah Teala nusrat berdi deb bildim. Ishonch qilish degan beshimizga bir muntaq hozir kun tushganda onu qo'rqmaslik. Yani cho'qim Allah Teala ishonch qilgan holatda minish yani. Ishonch qilmagan odam yo'lga chiqmaydi. Albatta. Şu işence şunun için bu işenç bek muhim. Şunundan işence kılışını öğreniş lazım. Şu Allah Teala deydi. İnna Allah la yuhibbu men kana havvanan asima deydi. Allah Teala bunda hayırlık kılgan, günah kılgan adamın aklına kömeydi deydi. Bu işencilik buluşunun ki kendine. Almaştı ötüsün. Birinci degenem Allah'a işenci kılış, Allah'ın nusratiga işenci kılış. Çokum biredi bugün hatta bizdeki şu şartlarını toluklasak. Hoş. Allah Teala'nın vaadisi de müminlerge yardım veriş vaadisi. Yine bire işencilik buluş. Mümin degen Allah'a işen güçü degen bilen birge yine bir manası emin. Bire mümin, bire emin. Yani işencilik buluş. Hamda bir şey sizler bana işenip bana bir vazife tapşırsalar, ben o vazifeni joyida ado qilmasam, yoki onu ko'z boyamchilik qilib ado qilgandek ko'rinib qo'ysam, bu ishonchlik bo'lmagan bo'ladi. Bundaq ishonchsiz odamlar bilan yo'lga manqal bo'lmaydi, g'alabaga erishgili bo'lmaydi. Onun uchun bu narsani o'zimizda yetishtirish lozim. Hem de kalbininki yine mühim şartlardan biri hem de emir deyimiz de başlıkka itaat kılış. Yani hem adam öz başka iş kılsa o kalaymakan da oldu kan gibi. Bir rehberinin aslında iş kılış lazım. Hem de o rehberge itaat kılış lazım. Yani biz bu ne? İşte rehberge itaat kılış, o rehberin Allah'a itaat kılışına şartlarımız ya. Bu gap ne hazır Müslümanlar? Rehberge itaat kılması için işletirdi. Bizden rehberliğimiz bizni günah kılın da buyurmaydı. Şu yolda şu vatanını azat kılış, vatanını kılış yolda ketip bakan ya da sizlerge tapşırdı, bana tapşırdı, bizge de anı kılaylı da buyuruyor dendi. Onunla o katı itaat kılış gerek. Onunki başlıkın diyen gibini andaq oladı, mındaq oladı dep onun qalqı tevek çıkıp ya onu andaq qılmaz, mındaq qılış gerek dep mındaq qılsaq o itaatsizlik bizne düşkünlükке, mağlubiyetke hep vardı. Şuna Allah Teala bu talaşta atışqa hep vardı. Ve la tanaza'u fatafşalu ve tezhebe rihukum deydi. Talaşta atış qılmanglar. O çağda mağlup olurlar ve sen küçüğüne ketip kalıp deydi. Şunun için
Uhud duruşununki mağlup oluşu yani Resulullah'a buyruğa okçılığınınki itaatsizlikin oldu. Galba qıp bolğan işte keni geldi. Şunun akıstan hem de en akıstan sabır kılış. Sabır qilish. Sabır kılış. Bu yo'lda kelgan bütün musibatlar. Sabır kılış degan düşük o'tirish emas endi bizni halqa o'zimiz pish og'zimga tushtab. Albatta. Eng muhim masala. Sabır kılış degan chidamchan bo'lish. Bu yo'lda har qancha xafalık kasimi, har qancha qiyinchilik kasimi bel qo'yib atmasdan, yengilmasdan minish. Alga ilgirlash. Bu sabır degan bo'ldi endi. Xo'sh. Onun uchun Alloh taolo nimada sizlar nima deb o'tlayni bugun Badr g'azoti bo'lgan kun aytyapti. Shundan deydi in tasbiru va tattaqu va ya'tukum min fawrihim haza yumtitkum rabbukum bi 5000 minal malaika deydi. Agar taqvodor bo'lsanglar va sabr qilsanglar mushu yo'lda chidamchan bo'lsang, ching tursanglar, undan keyin Alloh taolo sizlarga farishtalarni tushirish orqali yordam berdi deydi. Bu hamda inson shu deymizku insonlik kuchi bilan barliq ishni qilsa yetmaganiga Alloh berdi degan gap. Xo'sh. Şoň Resulullah şu özü peygamber deyni. Vallahu ya'simuke minen nas diye ayet var. Allah seni saklaydı insan. Lekin o cihatga çıkan çağda herkes onda sal qaramadı. Şu tümü kiyimlerini giydi, tayyorlik qildi, qilichlarni yasatdi, o'q yasatdi, hamma ishni qildi. O'zininki endi hech qanday narsa qolmadi deymiz endi. Hatta taktiklardan tartib hammasini qildi. Yetmagan yerga andan keyin Alloh taolodan. Allohning nusrati insonning kuchi tugagan vaqtida bo'ldi degan, tugayakil degan. Bo'lmasa nima? Hakikaten. Ko'p rahmat hakikaten, Allah razı olsun. Qisqa bir javob olsak inshaalloh endi shu g'albaga to'salg'i bo'lgan illatlar haqida bir qancha. Xo'sh, endi yuqori deganimizda ta'tirisi g'albaga to'salg'i bo'ldi endi. Ondan keyin tilga ilinmaganlarni bir qancha. 2-3 tanesini dey. Birinchi chaqimchilik bizga. Bizning vatanimizda bo'layotgan hozirgacha qilgan ishlarning hammasininki mag'lub bo'lishning birinchi nimasi nima? Chaqimchilik. Chiqib qo'yish. Xoinlikda asli bu yani. Xoinlik, xiyonet. Xalqni chiqib qo'ydi. Ondan keyin beshini uyga parani kiribdi, pakoni kiribdi, chiqibdi deb. Shuning uchun biz hech ish qilmaymiz vatanda. Bu aslida normal chiqimchilik emas bu yani. Bunda dushmanga qilib qo'yish bu butunlay josuslikda bu. Bu masalan deylik Falastinni gapini qildik ayni. Falastinda har cho'ng nimalar bor, jihad jamoatlari bor, Hamas bor, shular harakat qilyapti-ku. Arakan deymiz. Eng zulm ko'rgan ashadimi bor. Özünki derdlerini dünya anlata alaydı. Aşağı durup. Hoş. Aşağı hareket kılalaydı. Biz de mişki kılamayımız vatanda. Muşu sebepten. Bir şey işkeden bir yer gelse berip çıkıp koygan. Bir narsını nima qilsa, o teqa paqilnatgan da men manchalarni tutqizatdim, anchalarni tutqizatdim deb misolga. Bu bizni hozirgacha mag'lub qilib turgan narsa. Vatandaşlar biz cebhe açamazlık, bir hareket kılamazlık şu. Ondan keyin haddidan ziyade korkuş. Korkunçak. Korkunçaklık. Sonra Resulullah korkunçaklıktan panoh tilaganda. Korkunçda Allah Teala bir xatardan saqlanish uchun bergan bizga. Ama onu ziyadadan qo'rqish hech ish qilg'izmaydi insonni. Onu bilib olgan dushman bizni endi ota-onamiz bilan qo'rqitdi, bola-chaqamiz bilan qo'rqitdi, tijoratimiz bilan har xil narsa bilan qo'rqitdi. Ama qo'rqmay ishni qila olsa, o yo'lda manga olsa, Alloh taolo uningga madad beradi. Üçüncüsü hem de sayma dedik, şöhretperestlik, menmençilik, özünün ismi çıkmağa işini kılmaslık, ya ki başkalarının işi kapısılık aşan oluş. Yani bu nesile bizni mağlup kıldı. İttifaksızlık bizni mağlup kıldı, toskun buldu.
Günah masiyetinin köp bo'luşu Kur'an'da fesat deydi bunu. Xo'sh. Bir cemiyette fesat köp bo'lib ketsa Allah Teala onu o kavmge halak kıldı. Yoki onu bermeydi. Muşu narsalar de bizningki qalbi qilishimizga to'sqinlik bo'layotgan narsalar bundan keyin to'sqinlik bo'ldi. Xo'sh, xo'sh. Allah razı olsun. İş qilib yuqoridagi siz degandek abayqa so'zlangan qalbiga erish uchun qilish tegishli masalalarninki dal ta'tirisimi bizni qalbini kechiktiradigan, to'sib qo'yadigan masala va bu so'zlangan narsalar. Oxirgi savolimda vaqtimiz tugab qoldi. G'alaba va mag'lubiyat o'rnaklari bor. Bu cho'ng bir temamda. G'albaninki mencha programmaning kirishida Müslümanların tarixdan buyon qanchalagan cho'ng g'alabalarga erishganligini aytib hamda. Buning o'zi isbot hamda. Mag'lubiyatnikidan bir lam o'rnakni olsak programmani tugatgan bo'lsa vaqtimiz tugab qoldi. Shu hamda g'albaning nimasini mag'lubiyatning örnekleri hem de şu fesatçılıknınki bo'lishini Allah Teala halak kıldı deb ayet var Kur'an'da. Diyecek hamda bu bir neçe ayet var. Şu Uhud ne dedik ayna mag'lubiyatning itaat qilmaganlik sababdan bo'ldi. Nimaga bir qisqa birda Bedr urushidagi g'alaba. G'alabaninki misali hamda o'rnaki. Xo'sh. Bedr urushiga Rasululloh urush uchun chiqmagan. Ticaret qafilini to'sash uchun chiqqan. Ondan keyin uning uchun 300 qancha kishi edi. Yo'lda munofiqlardan bir nechasi qaytib ketdi. Musulmonlarning qo'lida bir urush qurolidan aytgan bilasini belki yo'qdi, shu qilich foydalandi. Başka bir narsa yoktu çünkü ular urush tayyorlik qilib chiqmag'achqa. Ondan keyin bu Abu Sufyan ketib hamda Makkaning odamlari buni shu Badrdan ujuqtiryapmiz, bu nati yaxshi obdan Madinaning sirtqa chiqibdi. Asharlar ujuqtirdi Abu Jahl 1000 kishilik qo'shin bilan 70 at, necha yuz to'ga bu askarning nimasida keldi. Bu Resulullah 300 kişilik bir nima bilan qo'lda tuzuk qurolmi yo'q. Buni o'ttasida qoldi. Shu chaqda Resulullah sahabalarga saldi bu masalani. Sallallohu alayhi vasallam. Nimaga qanday qilamiz deb. Sahabalar degan gap endi bo'ldi desalar, biz o'tqa kiring desalar, o'tqa kiramiz. Suğa kiring desen suğa kirimiz. Biz bu yoldan yanmayız dedi. Şu çağdan dikimizge Allah Teala'dan nusrat geldi. Tevrenmez bir irade, iman. Düşmanınki çoğunluğa qarab, özümüzünki mag'lubiyat dal aksicha, mag'lub bo'lgan vaqtida musulmonlar yiqdi. Hunaynda aynan. Hunaynda musulmonlar eng ko'pdi kafirlar. Rasulullohning bir amriga xiloflik qilganligi uchun. Shu biri o'ziga ishinib ketdi. Oldiki düşmanlar. Biz endi ko'p yengilmaymiz deb Alloh taolani nusratni Allohning berdiganligiga u yerda biroz unutib qolib, o'zining kuchidan ko'rib qoldi. O'zining kuchiga tayinib qoldi. Yana biri Rasulullah'niki. Rasulullahning amriga itoat qilmaganligi uchun mag'lubiyat keldi. Onun için acayip bir derse peygamber üstü tugaylarga komandan o canın komandanı peygamber olsa mı? Peygamber olsa mı aranlarda eğer de bu Allah'tan ibaret yalğız yardım nusratını ata qiluvchining Allah ekanligini azroq unutib qolsam mı yardım kelmaydiganligini bütün qiyomatga keladigan musulmonlarga o'rgatdi-da bu dars. Bu hamda Alloh taolaning qonuniyati deb bilsak. Qonuniyat bu deb. O'zgarmas qonuniyati. Biz musulmonlarga ishinib ketdi. Yaxshi bilib, agar salih musulmon bo'lganligimiz uchun va mo'min bo'lganligimiz, salih bo'lganligimiz bo'lsa, Rasulullohga bas bo'ladi Alloh taolo. Undan salih kishi yo'q. Ammo xatolik qilgan yerda jazosi to'g'ri keldi. Onun uchun biz bu narsalarga diqqat qilib, ko'p rahmat. Shu yo'lda maqsad inshaalloh Alloh taolo cho'qim bizga g'alaba ato qildi. İnşallah. Amin. Amin. Rahmet. Allah razı olsun. Köp rahmet.
Qadrli ko'rmanlarimiz, shuna qilib bugungi 17-sonimizni mushada oxirlashtiraylik. Haqiqatan o'ylab baqaylikki, bu darslar ko'nglimiz xohlaydiki, qanchilg'an misollarni keltirishga fursatimiz bo'lsin, lekin vaqtimiz to'shib qolganligi uchun tugatishga majbur bo'ldik. Lekin bu shonliq tariximizda yuz bergan mayli g'albining o'rnaklari bo'lsin, mag'lubiyatlarning o'rnaklari bo'lsin. Nima uchun bo'lganligi bularni shu Ramazonda nurg'un kitoblarimiz turibdi. O'qiylik, tafakkur qilaylik, tushunaylik. Buni bilgan vaqtimizda har zaman Allohga bo'lgan o'zimizning qulchiligini, ojizligimizni Allohning oldida tan elib turib harakat qilgan vaqtimizda bu nusratning g'albining faqat uning ko'rsatmasi bo'yicha mangan vaqtimizda, uning qo'li tayangan vaqtimizda dushmanimizga nisbatan bugunki oy mancha million askar va u bu kuchlik bu cho'ng'ib ketdi deb ba'zi musulmonlarni tushkunlashtiradigan, ma'yuslantiradigan gaplarni chiqib turadigan. Bu asla qanchalik kuchli bo'lib ketsin, cho'qim mening keynimda Robbimdan iborat bir yordamchim, har qanday kuchni parcha qilib o'tadigan bir ulug' Robbim bor degan buningga ishonch qilgan asosda harakat qilgan vaqtimizda, mangan vaqtimizda, hiç bo'shashmagan vaqtimizda balki u kofirlarga nisbatan to'tal deyilgan musulmonlarga berishi mumkin bu nusratni, bu qalbini. Allohning va'dasi u. Shuning uchun shu kunlarda iymonimizni texnik kuchlantirib, ishonchimizni texnik yuksaltish uchun harakat qilishimiz kerak. Cho'qim Allohning nusrati qalbisi bizlarga keladi. Bugun qayg'u, yoshlar to'kkan bo'lsak, ma'yuslangan bo'lsak, oilamizdan yiroq nurg'un jihatdan tortyapmiz bu. Yosh to'kyapmiz, xalqimiz to'kyapti. Nusrat Allohning qalbisi ato qilinganda xo'shallik yeshi ham to'kildiganligiga ishonishimiz kerak, qadrli ko'rganlarimiz. Cho'qim bu kunlarni ko'rimiz, mayli bo'ldirmaylik keyin. Allah subhanahu wa ta'ala ömür ve saatlik programımızı görüşürüz. Aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال